Qo'lingizdan kelsa inomarka hayda bilan birga obzor qiling. Shumi? Bo'ldi. Jiga. Audi A6ni oppog'ini bosib yuborasizmi deyman. Lekin yomon qilyapsiz. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Odamlar mana shunaqa shart berishyaptimi? Mana shunaqa bo'lib ketdi lekin aka. Mayli, mana bunda bitta shart beraman. Qani qila olsangiz, lekin tan beraman. Qarang, aynan mana shunaqa inomarka haydani obzorlarni boplaysiz, birga bir qilib qo'yasiz. Men o'zim manmi yoki ularni ajratib topmay qolman. Hozir nechta подписчик bor? Hozir 32 mingta bo'ldi. Qarang, sizga shart 10 ta mashina bo'lishi mumkin, joylar bo'lishi mumkin, narsalar bo'lishi mumkin. Aynan mana shu obrazda obzor qilasiz. Bu birinchi shart. Ikkinchisi mana shu 33 mingta bo'lsa, shu 10 ta qilib bo'lgunizcha 100 mingta bo'lishi kerak. Jigarni paddeshga qo'ysa 100 mingtadan ham ko'p qo'yamiz, lekin biz podpischilar yo'qmi? Bitta like bosib qo'ysa, kuzatib tursa 100 mingtadan ham ko'p qo'ysa kerak. Qani ko'ramiz, bitta paddeshga qilamiz. O'zbekni paddeshga qilmasa, kim neger kelib o'zbeklarni paddeshga qiladimi? Bosib yuboring, bitta like bosib, podpisatsiya bitta kuzatamiz. Qarang, qila olmasangiz, Lekin kommentariyada yomon yozishyapti. Jigarni boplayapsiz zotni. rost aytishyapti-da. Bosib yuborish kerak. Qarang lekin, qila olmasangiz yomon bo'ladi. Jigar, Cobalt sizga yarashadi-yu. Patentekur odamni uyalmaysanmi, jigar degani? Otaxon Cobaltga har doim 92 ni qo'yib bosib yurar ekan. Nima xalqdan deysan, 80 qo'yaman, 92 ga bo'lib qoladi-yu. Jigar, mashinani sizga moslab, rangini nikel qilib qo'ygan ekan. Sen jinnimisan? Bu yuvilmagan bu. Mo'ykaga olib borish kerak. Rahmon aka, agar siz mana shu mashinani bosib oladigan bo'lsangiz, bemalol oyiga 10 million, 15 million taksidan topib qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana mashinani. Bir oyda 10 million, 15 million topsang, agar. Voy tavba qildim. Odamlarga ham hayronsa, o'zini mashinasini sotib bering deb, yana janjal qiladi jigar. Voy dod, jigar. Buni kattaligini qarang. Li 9. aka. Nodir aka, assalomu aka. Zo'rmisiz? Salom aka, sizga hurmatimiz boshqacha. Do'st, obzor qilyapsiz aka? Obzor qiling. Sotmayman, lekin mayli obzor qilib chiqar, video chiqsa aka, muxlisizmi? Jigar, Li 9 Pro Max srochniga nech pul deb o'ylaysiz? Like bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring. Hoji aka, keling bilan bitta maslahat qilib, mana shuni bosib olasizlarmi deyman. Aka, mana shu bu mashina gapirgansan o gaplarni. Qizlarni chiroyli yurganda qo'yaverak, qara buni olib qoling. Bu bo'l. Muxlisizmi aka? Bemalol aka. Siz buni srochniga nech pulga berib olasizmi? 70 ming berib yuboraman aka men. Srochniga 50 mingga berib yuboraman. Siz aka, hurmatim boshqacha. Nodir aka, sizga addushi men sizni kuzataman, muxlisman aka. Voy 50 mingiz. Muxlislaringiz xursand bo'lsin. Srochniga 50 mingga bosib olsangiz bo'lar ekan jigar. Yaxshimi obzor nima deysiz? Aka, obzor zo'r bo'ldi. Bitta rasmga cho'lay men. Nodir xo'ja aka sizni muxlisingizman-da. Zo'r bo'ldimi? Rahmat. Qorib qoldimi? Onasini ham. Qorib, to'xtachi. To'xtachi, arsaba Damas chiqarmikan? Menga Nodir xo'ja aka emas ekansan-ku. Bu hazilida Instagramga Nodir xo'ja aka bilan shart qilganmiz. Mana shu obrazda 10 ta video olish bo'yicha shart bergan. Podpischilarning 100 mingta bo'lish kerak degan. O'shanga siz ham bitta poddesh qo'ying. Sizni ko'rganda menimcha obuna bo'lib qo'ysa kerak. Bo'ladi o'ylaysanmi? Akalar bitta bosib qo'yingizda, Asad o'zimizniki. Bitta poddesh qo'yingizda, Nodir aka ham Addush akamiz bo'ladi, Asad ukamiz bo'ladi. Bitta qo'llavaringizlar, o'zimiznikilar, o'zimiz qo'llamasa kim qo'llaydi? Obraz yaxshimi yo'qmi aka, nima deysiz? Obrazing vaqti zo'r aka. To'xtada, men tarafingdan ham artida, Damas to'mas chiqib qolaman. Yo'q, bu yoqdan Li 9 chiqadi. Li 9 chiqadi. Bu yoqdan faqat kir chiqyapti hozircha. Jarjoylar. Jigar, haqiqiy maxluq-ku bu. Haval Dargoni mana shunaqa qop-qorasini bosib olasizmi deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum. Otam rasmga tushganmi? Rasmga tushishga sen kim o'zi? Inomarka hayda-yu, jigar tanisizmi? Inomarka hayda? Ha? Bu yerdan hayda. Tur bu yerdan nari hayda. Biz reklamaga kelganmiz, mashina reklama qilyapmiz. Shuncha zo'r bo'lsang, mana bizni mashinani bir reklama qilsam, haqiqatan zo'r bo'lsang, keyin bir rasm tushamiz. Inomarka haydaysizmi? O'y, yur, Inomarkani ham aytib berdi. Jigar, mashku bu. Jiyan, bu jigar yaxta bo'ladi. Bu yerda bo'lamni o'nta bosib qo'ying bo'ladi. Bo'la bosib. Bo'la bosib qo'ying. Ha. Jalilbek, Cobalt menimcha sizga ham yarashsa kerak. Ukajon. Bunday, u Jalilbek, Jalilxon yaxta bo'ladi. Bu yoqda chori, panji, Xolmurod tepkilab minishga mashina oldinglar. Ozgina nima? Cobaltga metanni ham qo'yib qo'ygan ekan. Keyin bilan maslahat qilib, mashina bosib olasizlarmi? Bir minut, kamerani o'chirib turing. Shu kenayishga bilan o'zim maslahat qilsam bo'lmaymi? Kenayishga emas, keyin bilan. Ha, uzr, mana chechaman. Nima qilaveringizlar?
Buni rangini qarang. Voy eshak! Qayerda kelganman? Otaxon xalaqit beryapsiz, obzor qilyapman. Ha, bo'pti, mayli, uzr. Xullas, bolalar, Cobalt'ni eng udari, tepkilab minadigan mashina. O, молодец, bratchka. Zo'r, просто eng asosiy narsani aytmay ketyapsan. Rangini aytdim, medali borligini aytdim. Nima qoldi? Mana 75 deb aytmading-ku. O, 70-75 Karol trassa. Attang barbi, appang barbi, aytib qo'ychi tansaga. Ejang barbi, singding barbi, aytib qo'ychi tansaga.